Assalomu alaykum. Hurmatli onaxonlar, muhtarama ayollar. Begovodning metallurgiya kombinatining jonkuyarlari bayramlarda maza qilib o'ynab kulish hamisha yarasha bo'lsin. 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami kuni go'zal va betakror yurtimizga bahor nafasi kirib kelganligidan darak beradi. Ushbu sanada ayollarga ehtirom ko'rsatish an'anasi yil sayin ko'tarinki kayfiyatda kutib olinmoqda. O'zmedkombinat aksiyadorlik jamiyatida mehnat qilayotgan lobar opa-singillarimiz uchun ham 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan Kombinat kasaba uyushma qo'mitasi tomonidan bayram tadbiri tashkil etildi. Oilani ham, jamiyatni ham birlashtirib, unga fayz va barakat kiritadigan, xonadonlarimizni mehr-muhabbat, nafosat, ezgulik nuri bilan munavvar qiladigan zotlar ham aslida mo'tabar onalarimiz, munis opa-singillarimizdir. Assalomu alaykum, hurmatli Bekobod shahrida, tumanida ijod qilib, yashab, oilam, uyim, bolam, chaqam deb bugun ana shunday bahorning birinchi haftasida bayrami nishonlanayotgan go'zal singillar, opalar, onalar, hammangizga ana shu ulug' kun muborak bo'lsin. Ayniqsa bugun biz Bekobod metallurgiya kombinatini go'zal ayollari bilan bir zavq baland, bir sho'x, shodon, go'zal onalari bilan bir go'zal davra qildik. Meni o'zim hayratda. Men bunaqangi kulgisi baland, bunaqangi jo'shqin, bunaqangi hammaga yoqib tushadigan, to'g'risi katta bir kulgi bayramini men kutmagan edim. Bizni shu holatga chorlagan, bizni ana shunday zavqimizni shu darajaga ko'tarishga undagan bu Bekobod metallurgiya kombinatini shijoatli, go'zal ayollari, xotin-qizlari bo'ldi. Bayramingiz muborak bo'lsin. Metallurgiya kombinatining barcha onajonlariga, opa-singillarimizga bayraminglar 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayraminglar muborak bo'lsin. Doimo sog' bo'linglar, hech qayerlar og'rimasin. Doim kulib yuringlar. Sizlarga doim kulish yarashadi. Sizlar uchun ta'zimdamiz doim. Kombinatimizning turli tarkibiy bo'linmalarida mehnat qilayotgan ana shunday ayollarimiz, xotin-qizlarimiz uchun O'zbekiston Davlat yoshlar teatri aktyorlar va xonandalari tomonidan bayram konsert dasturi namoyish etildi. Unda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Tolib Hojiyev, so'z ustalari Sherzod Boymurodov, Erkin Juliyev, G'ulom Ernazarov, Ro'zimboy Alanazarovlar bahor va nafosat ayyomi bo'lmish bayram bilan tabriklab, ularga uzoq umr, oilaviy baxt, saodat, bahoriy kayfiyat hamroh bo'lishini tilagan holda o'zlarining hajviy latifalari ila barchaga bayramona kayfiyat ulashishdi. Shu bilan bir qatorda umidli xonandalardan Ra'no Hojiyeva, Mirzohid Otabekov go'zal kuy qo'shiqlar ijro etib ko'ngillarga bahoriy kayfiyat ulashishdi.